Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lgan. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib, e'tibor pokiza, piyolalar, chinilar, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganlikdan inson qanchalik dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi. Bir kuni o'zi maqtanib qopti. Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi. Bu meni xizmat. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor. Bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan. Xudo bergan bu fazilatni. Bo'pti dedi ayol e'tiborini saytirdi. Ovqat suzganda kasali yo yuvsa, yo yuvdi bo'lmasamda artib ovqat suzib berurdi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. Hali odam kunduzi ham qoqilib ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqaradigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mendagi xislat, fazilat, baraka, u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannat bo'laman.